Samarqandda bukamga shartli jinnisi. Bakmoqchisan? Hozir ko'rasan, aka. Abukam suvdan qo'rqadi o'zi. Basseynga borganda ham muzli suvga tushmaydilar. Men mana shu nozik tochkalarini ushladim. U sizga fobiyami sovuq suv? Bo'ldi. Kettur. Men hech qachon muzli suvga tushishga tayyor bo'lmaganman. O'zi tayyor bo'lmasligingiz qizu. Bittada tushsangiz olsam. Hali. Mana bor hali. Ha, yotaymi shunda? Bo'lmayyor. Belimgacha. Dakasa. Bitti. O'g'irchog'im Natasha. Yo'q, voy. Hali mamamni tashlamadim. Sen tashur bo'ldi, men endi turaman. Yo'q, cho'zma. Cho'zma, yo'q. Polni tashlayman, keyin tishi boshlaysiz. Unga tashlama. Bo'ldi, ozod. Kerak emas. Kerak emas. Bo'ldimi? Ozod. Bo'ldi. Voy, boshla. Yo'q. Qarang, hali mastart bermadim. O'g'irchog'im Natasha, qo'ydi o'lkashi. Endi nima qilamiz? Doktorni chaqiramiz. Alo, doktorjon, bizda bitta kasal bor. Uni oti Ozodbek, familiyasi Manopov. Yeah. Menga tegganni qo'li sinsin, ilohim. Menga zarar yetkazganni qo'li sinsin. Jiz. Komment yozinglar, Jizzaxda nima shart beramiz? Yozishimiz kerak. Oddiyroq shart yozinglar, oddiyroq.